Xo'p, hurmatli akalar, mashinamizning narx-navolari tushishda davom etyapti. Hozir men sizlarga ko'rsatadigan mashinam Chevrolet Gentra 2022-yil 55 ming probeg. Mashinamizning holatlari ideal holatda bo'lib turibdi. 3-paysi avtomatik korobka eng full varianti. Mashinamizda bor narsalar Amerikanka faralari bor, Optra faralari bor, 4 ta yaxshi yumshoq balonlari bor. Hozir salonidagi narsalarni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Kraskasi, ikisi kraskasi bitta mana shu chap taraf oldi krilosida bor ekan. U ham bunaqa qattiq udar bo'lmagan, ichiga o'tmagan deb aytibdilar. Holatini ko'rishingiz mumkin. Holati yengidek bo'lib turibdi. Hech qanaqa texnik ish yo'q. Haydashinglarga tayyor. Xudo xolasa olasizlar, haydaysizlar. Hozir men sizlarga salonlarini ko'rsataman. Salonlarida 909 megagal pultlari bor, Malibu barlari bor. Sidenalarni ko'rishingiz mumkin. Yengidek holatda bo'lib turibdi. Oldi sidenalari ham ideal bo'lib turibdi. Yaxshi C monitorli, Captiva Bradway'lar qo'yib qo'yilgan. Torpedkalari ashkalarni ko'rishingiz mumkin. Ashkalari ham yengidek holatda bo'lib turibdi. Salonimizning orqasi ham yengidek bo'lib turibdi. Ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa olasizlar, haydaysizlar. Hop, 2022-yil 55 ming yurgan mashinamizni biz sizlarga $12,150 ga berib beramiz.